أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى قال والمكاتب يعان في فك رقبته biz zakatni sarf qiladigan 8 o'rinni bir-birlab tanishtirib ketyapmiz. Shuning ichida bu oyat tartibi bo'yicha 5-inchisi bo'lishi kerak. Mukatab xo'jayini bilan to'xtamlashgan qul. Manch pul akatpasan san azat degan. Har yil bo'lib berishi mumkin. Zakatni xo'jayini bilan to'xtamlashgan qulni azat qilishga sarf qilamiz deydi. Yu'anu fi fakki raqabatihi. Yani to'liq qulluqdan azat qilish uchun yardım berildi. Sen heclanmışında özü heclaydıganğa bunda vermey. Ya xo'jayiniga topshirib berib, ya xo'jayiniga topshirdiganğa topilib berdiganğa. Ve huvel muradu bi qawlihi ve fir riqab. Şu zakatning masrifini bayon qilgan Sura Tavba 60-oyatda innamas sadaqatu lil fuqara degan oyatda ve fir riqab dedi. 5-masrif. Hakada zakarahul mufassirun. Mufassirlar mushunda tafsir qilgan. Ve firriqab deganni ko'pchilik mufassirlar shunda tafsir qilgan deymiz. Hammasi bo'lmasmi? Ko'pchiligi. Buning ichida masalan Hasan Basri, Muqatil, Sa'id ibn Jubayr, Umar ibn Abdulaziz, Zuhri qatorliqlar bor. Endi mana yuqorqi masala mukatabga berimizga masala firriqab deganni Hanafiy mazhabda, Shafiy mazhabda xo'jayini bilan to'xtamlashgan bir bo'lkini berib qo'ygan, bir bo'lkini berib bo'lmagan az bir qismi qolgandek holatda mukatabni azat qilishni istamiz dedi. Lekin Imom Malik, Imom Ahmadlar mukatab emas, buni qin deymiz. Al-abdul qin. Yani hech qanday mukatab to'xtam qilmay, sap qilib qolsa, shuni zakatning masalan bir qismini olib chiqiblan, puldan birini 10 ming dollarga ilib, sen azat qilib bo'lsak bo'ldi deydi. Ana bu mazhab ya unda sap pulni azat qilmaymiz. Azroq ilishib azat bo'lmay qolgan az bir narsa basingacha azat bo'lib turganma yengilroqini azat qilamiz demoqchi. Chunki hadisda sahobadan birisi kelib meni jannatga chegizgan bir ishni deb bersa men shuni qilay degan chog'da Rasululloh sollallohu alayhi vasallam a'tiqun nasma va fakkir raqaba degan. Ya Rasululloh bu atqun nasma bilan fakkir raqaba ikkisi bizga bo'lmasmi desa, ya atqun nasma degan pulni eliblan azat qilishcha yani tigidin bıraklam azat qilishcha fakkir raqaba degan azroq bir qismi qulluqni qilib qolgan yoki toza qulluqdan ajrab bo'lmagan taha chala qolgan bir qulni azat qilishcha degan. Shuni fakkir raqabani ana bu mazhab shu mukatabga olib tushandi. Lekin hamda mufassirlardan mesela İbn Abbas, İmam Malik, İmam Ahmadlar bu qara pulni ilib azat qilishni ko'rsatdi deb tushungan bo'lg'achqa Maliki va Hanbali mazhablarda qara pulni setib olib azat qilishmi bo'ladi deb qaraydi. Endi bu keyingi masala qalu, ya'ni qalu degan so'z Hanafi mazhabidagi fuqaroninki ijtihodatlari va shuningki bayonlarini ko'rsatdi. Bu qalu desa masalan mufassirlar deb bir nima chiqadi oldimizda Bununla münasebetsiz. Çünkü mufassir deyen gibi emas. Bu fuqahalar zakatga Hashimiyga halol bo'lmaydi. Hani mukatabga sarf qilamiz zakat. Hashimiyning mukatib bo'lib qolsa deganda o'zi bunda o'tirib tahlil qilib, andin degan so'z bor. Yani Hanafiy mazhabidagi fuqahalarning bayonotlari. Hashimiyning quli mukatib deydi. Şimdi Ahlul Beyt bir kişi var. Onun kolda bir mukatab var. Sizin gelip belki mukatabin Haşimiyin dese hata çıkarır. Şu an hata değil. Bir zirne artık koygallıkның nesi? Mukatabi Haşimiyin. Yani Haşimi bir kişininki mukatibege bas bulmaydı dedi. لأن الملك يقع للمولى. Çünkü mukatab verse bu pulun ilgisi kim buldu? Şu xo'jayini buldu. Mukatab pulu alamaylam şu tölemge tülütüğünge. Ya ki tölemni tülap bulanmay 20 yılda esip kalsa bu kul halde qaytıtamaz mı?
al-mukatab abdun ma baqiya dirham. Unda ekan Hashimiy xo'jayin olib bo'lgan pul kim bu qulga aylanib ketsa, shu o'zi qolgan hisobda shunga Hashimiyning quliga zakat tekkin bo'lib qoldi. Mukatab chalisi bir pulmay qolsa, masalan 5 yilda 10 ming ko'ydan 50 ming ko'y berma deb to'xtamlashdimi? Her yıl 10 ming ko'y, her yıl 10 ming ko'y shunda berib kelib, oxiri bir yilda biramay ilinishib qoldi. Ilinishib qolsa, qulluqqa qaytdi. Yak bo'ldi, ayrib qoldim, pul topolmaygan bo'ldi. Pulluqni qaytaydi, pas qaytdi. Nahotki bu pul kimning uchun kesibdi? Xo'jayinning kesibdi. Xo'jayinnikiga bu zakat kirgan bo'lib qoldi dedi. Pulni to'liq to'layolmay, yerim yo'lda to'xtab qolsa, xo'jayini qo'lga olgan pul halol bo'ldi. Nahotki bu Hashimiyga zakat kirdi degan gap bo'lib qoldi. Wa zakara Abu Layth rahimahullah la tudfa'u ila mukatabi ghaniyin. Mukatabi degani zirb bo'lmashi. Bayning mukatabiga mo zakatdan berilmaydi debdi. Abu Layth al-Faqih Abu Layth Samarqandi Imamul Huda deb nom olgan Nasr ibn Muhammad o'z vaqtidagi İmam Maturidining shogirdi. Bunun kitabın Nawazil, Uyunul Masail, Khazanatul Fiqh degandek kitoblari bor. Tafsir var Bahrul Ulum. Men doktorlik dissertatsiya maqolasimi shu İmam Abu Laythning Hanifiy mazhabning qarashlari ichida va sirtidagi tanlagan qarashlarini to'g'riliq bo'lgan. Mening shayxim Abu Layth Samarqand 375-yilda vafot bo'lgan. Hanifiy mazhabdagi fuqarolardan Abu Layth Samarqandi shunda degan. Bayning mukatabiga berilmaydi. Endi Hanifiy mazhabda bayning mukatabiga berildi deydi. Yuqorida u xo'jayini boy bo'lsin, nimada? Hozir mana Abu Layth Hanifiy mazhabdan chiqdi. Ya'ni mazhabning qarashini tutmadi. Endi Abu Layth qarta Hanifiy mazhabning beradigan javobi va itlaqun nass yaqtadi al-kull va huwa as-sahih. An-nass mishada qaysi nas? Va fi riqab. Va fi riqab degandikan, mukatabliga sarf qilindi degandikan, buning xo'jayini boy ya kambag'al deb ayrimdi. Mutlaq keldi. Undan keyin bu hammani o'z ichiga oldi. Yani yaqtadil kull, yani yashmal al-ghaniyya wal-faqir demakchi. Va huwa as-sahih. Va huwa as-sahih degan ma istiloh qarasanlar, Hanifiy mazhabning kambag'al boy deb xo'jayinni qaramaymiz degan qarash, Hanifiy mazhab to'g'ri qarash. Abu Laythning qarashi Hanifiy mazhabda ojiz qarash. Bu Hanifiy mazhabga vakillik qilmaydigan qarash. Ya Hanifiy mazhabning qarashi. Mukatabni biz azat qilmoqchi. Zakat berdigan chaqda bu mukatabning xo'jayin boymi, kambag'almi surish qilmaymiz. Beravergan. Abu Layth dedi, ya xo'jayini boy bo'lib qolsa bermaymiz. Xo'jayini kambag'alroq xo'jayin bo'lsa bermaymiz. G'ani, ay nasabga ega bo'lgan kishini g'ani deymiz. Bu pul mukatab orqali kimning qo'liga tushdi? Xo'jayinning qo'liga tushgan pul. So'ng Abu Layth xo'jayinning ahvoli qarabdi. Bu pul xo'jayinning chiqirdi, boy bo'lsa bo'lmaydi. Lekin Hanifiy mazhabda boy kambag'al bo'lsin o'xshash. Biz mukatabga sarf qilgandek bo'ldik. Mukatabni aylanib bunda xo'jayinga tushdi. Bu xuddi o'zidan bir narsani satsa, zakat olgan shu pulni to'lab sotib olgandek demakchi. Masalan bir kambag'al zakat pulini olib, keyin boyning do'konidan bir narsa olsa shu pul bilan, bu pul boyning hanchiqchi esa, uning tegin surish qilmaydi. Shunga o'xshash gap. Qulva odam degan boy odam. Yani qulva odam boy degan bo'lmaydi. Chunki bu qulning odatda o'zi ishlatilgan bir qulva bo'lsa, u xizmatchisi. Bu odam hisobdan qiynalib, ya kirim yo'q, axir shuni sotib yoki mukataba qilib, o'shaning kirgan kirim bilan yashaydigan bo'lishi mumkin. Hozirda Hanifiy mazhabda buni bergan chog'da shu mukatabning quliga mana deb berib, o'zining xolis xo'jayini biramdi, xolis o'zining boshqa xarajat qilgandi. Menda tafsilot kirmadi. Lekin bu yerda asosan shu azat qilishga ishlatilmaydi dedi. Shuna diqqat qilsanglar, shu oyat zakatda innama sadaqat lil fuqara isnama val masakin val amilina alayha val mu'allafati qulubuhum deb oyatning usuli o'zgariblam ta'rif bilan keldi. Boshda lamar bilan kelib, ta'rif bilan boshlanadi. Va firqab. Va firqab deganda oyatga va firqabga atfmi yoki lil fuqaroga atf bo'landi. Bunda ehtimollik bor.
lekin riqobga nisbatan farqini ishlatdi. Ya'ni bu shu ishqa sarf qilsa deganda. Lekin lirriqob deb qo'ysa balki qo'lga birisiz degandek ma'no chiqishi mumkin. Her ikkisini ko'z tutimiz deydi. İmam Malik bilan İmam Ahmad. Masalan, zakat puli var bizning qo'limizda. Masalan, $10,000 hozir shu fakir raqabiga ishlatmoqchi, mana fir raqabiga ishlatmoqchi. $10,000 hozir shunda qarasak, bir qulva mukatab. Xo'jayin bilan to'xtamlashib, $50,000 to'xtamlashda $40,000 bir bu $10,000 qilib qolgan. $10,000 baslam azatlik. Ham bu yerda hech qanday pulni to'lab boqmagan, unda to'xtam qilishmagan bir sap qildim bir. Xo'jayin ishtab normal shu pul oldi turayotgan. Yani onun köyü kaç işin setilip lan azat kılıtamdı. Ya ki onun köyü kapağan, çalakagan, akın birip lan onu azat kılıtamdı. Yani köpünce ahvalda kandaat bisama bu mesela 50,000 köy olsa bu kulunun bağısı. 10,000 köyle anı azat kılamayız. Onun bağısı 50,000 köy. Yani bu 50,000 köylük kulunan 40,000 köyün tülap bulap 10,000 köy kalgan olsa şununla bir kul azat olarak gidiyor. Yani İmam Ebu Hanife'nin mezhebinin demek çoğunu mümkün kadar azat bulay da kalırsa kaççı da İslam azatlık eriştirirsek mi? Bizlerin mezhebinin de İmam Ebu Hanife'nin batalul hurriye. İmam Ebu Hanife batalul hurriye. Saz çıkmasın da deb uttuk biz. Udulkagen yerde deb uttuk. Qarashlarni tarjih qilishda unda qarasanlar İmam Ebu Hanife mümkün kadar hurriyet tarafga tortdi. Bu jiq chiqdi oldimizda. Biz deb o'tib ketdik. Mushumi shunda. Hozir 10,000 ko'ylan bir qulni azat qila olamiz. Lekin aqlni azat qila olmaymiz. Yana 40,000 ko'y topsak, undan tigulan setib azat qila olmaymiz uni. Bundan bu azat qilinmay degan shaklda nima qilgandan bir qul azat olsin yoki mendan 5 qul azat qiladigan bo'lsak, ma sap qildim bir azat qilgan bo'lsak, ma birse tutulsun, ma 5 azat qildi demak. Masala shu. Asli gapdan bu mutlaq bu hamisi ve firqa deganni mufassirlarning ko'pchiligi fakk raqaba deb tafsir qilg'achqa, ya'ni mazhab shu tafsirni oldi. Endi niyada Abulays qarta raddiya berma cho'g'ini firqab dedi. Firqab Mavla g'ani aw fakir degan gap yo'q. Shunama a tarafdan dalil keltiryapti. Ya kafir qulga yo'q deydi. Zakat berilmaydigan narsa kafirlik. Bu bahs qilinadi. Yani kafir biramdo, zimmiga biramdo, harbiga biramdo, fasiqga biramdo degan masala shu. Lekin ma'lumda musulmon bir mukatab bo'lsa, shuning egisi kambag'al bo'lsin, boy bo'lsin, biz shuni azat qilishga zakatning bir qismini ishlatmaymiz demoqchi. Qala wal madyunul faqir qarzga bog'lab qolgan namrat kishi. Albatta, unda Hashimiy jamoatidan bo'lmagan. Hashimiy emas, normal kishilardan qarzga bog'lab qolgan kambag'al kishi. Wa huwa al-murad bi qawlihi ta'ala wal gharimin. Gharimin yani qarzga bog'lab qolganlar. Wa itlaqul ayati yaqtadi jawaz as-sarf ila mutlaq al-madyun. Oyatdan wal gharimin qarzga bog'lab qolganlar deb mutlaq kelgan bo'lsa, bu qarzga bo'g'ilgan kishilar bo'lsa, shuningga zakatni bersak bo'lganligini ko'rsatdi deydi. Lekin illa annahu qamat dalilu. Lekin ba'zi qarzga bo'g'ilgan kishilarning ba'zi turlarini buning sirtiga chiqarib o'tganga boshqa bir dalil keldi deydi. Mutlaq emas bu dediganga boshqa bir dalil kelib qoldi. U bo'lsa-mo qavluhu sallallohu alayhi vasallam la tahillu as-sadaqatu li ghaniyyin. Boy kishiga zakat halol bo'lmaydi degan mushahadis. Kagashga qarz bo'g'ilgan kishiningki kambag'ali bo'lib qolsa zakatdan bersak bo'ldi ekan deydi. Unda bo'lashda mana ala annahu la yajuz sarfu ila man yamliku nisaban fadilan amma alayhi. Demak, qarzni to'layotgandan keyin qo'lida yana nisobga yetadigan boylik eshib qolgan odam bo'lsa, bu oyatning maqsadi emas. Masalan, 1 million qarz var ekan dedi. Qarz bo'g'laqlar. Endi bu 1 millionni berib kelsa, qarzni berib kelsa, qo'lda yana 30,000 ga eshib qoldi ekan. Bunda bo'lib qolsa, bu oyatning maqsad qilingan g'arim bo'lmaydi.
1 milyonni berib bulanmaydigan yoki bergan taqdirdimi qo'lda nisob qilingan iqtisod qilmaydigan odamni madiyunul faqir deymiz deydi. Peki ama şu meselede cumhur ulamalar özü bay bo'lsa-mu umumning manfaatini ko'zlab ikki tarafni isloh qilaman deb va shunga o'xshash ishlarda qarzga bog'lab qolgan bo'lsa, qo'ldagi pul bilan qarzni to'lay oladigan bo'lsa-mu, qarzni to'lab yana qo'lda nisob qilay hisob ochilgan bo'lsa-mu, kishilarning orasini yarashtirman deb, jamiyatni isloh qilaman deb qarzga bog'lab qolgan kishiga basak bo'ldi. İslahidatul bayn. Çünkü bazı hadisda faqat 3 kishiga ham bir narsa so'rash halol bo'ldi deb rajulun tahammala hamalatan deb kelgan. Hamala degan masalan ikkilar urushib qoldi. Bir da'vo bor. Yo men 10 ming qo'y olman dedi. Yana bir qo'y yo'q 100 ming qo'y berasan deydi. Buni ayol chiqmaydi. Qanday qiladigan? So'ngra esil kishdan birisi kelib, men 90 ming qo'y yemdim, birvatdim bo'ldi. Tugatanlamadi g'alvan deydi. Yani burun ajında kishilar jiqdi, hozir unda adam yo'q. Hayır, onda bir adam yok, onda gapini anlaydigan adam yok. Aşında ıslah qilish uchun qarz geçirib qolgan bir adam bo'lib qolsa, bu endi 90 ming qo'yni berib o'tib, ondan namurat topgan bo'lsa, islom endi ıslah qilishga tashviq qilib, rag'batlantirib, buni zakatdan to'laymiz buni. Bu jumhur ulamolar shunday deb qaraydi. Yani bir mazhabda qarz bo'lgan kambag'al bo'lsa, zakatdan oladi. Agar boy bo'lib qolsa, olmaydi. Cumhur başqani isloh qilish uchun qarz kirib qolgan, lekin qo'lda iqtisod boy bir odam bo'lsa-mu, qarz to'lash uchun zakat to'lasa bo'ldi. Qala wal munqati'u an malihi. O'zining mol-mulki jiroq bir yerda qolib qolgan, o'zi boshqa bir yurtda, g'urbatda, mol-mulkidan iqtisoddan foydalanmaydigan odam. Va huwa ibn sabil. Aş ayatdagi ibn sabildan maqsad mushuri. Li'annahu la yatawassalu ila al-intifa'i bimalihi fakana kal-faqir. O jiroq o'zining vatandagi iqtisoddan foydalanmaydi, yendagi iqtisodni o'g'irladi ya hajlab tugab bo'ldi. Endi ishimi qolmadi. Telefon qilib yoki birisi orqali bank orqali akaldiranmaydigan bo'lsa, ana bu mazhabda qarz olishi yaxshi zakat olgandan endi shu ahvolda. Zakatlar aeroplan bulutunu jutga ketirishning o'rniga birisidan qarz so'rab, uni qilgan yaxshi deydi. Qarz so'rashmi mumkin bo'lmadi. Qarz so'rashning o'rniga zakatlar bilan minnatda bo'lmay deb qoldi. Bu kishi jutga ketirish uchun zakatdan bilib xarajat qilib jutga ketyapsi bo'ldi. Bundan keyin bu iqtisod bab bo'lsa-mu, bundan foydalanmaydigan bo'lgan ekan, bu faqirga o'xshash. Xuddi su oldimizda bor, quduqning ichida suv tatadigan chilat yo'q, bunun foydalanmay tayammum qilgandek bo'lish. Fa huwa faqirun haythu huwa. Bundan bu kishi turgan joyda, g'urbatda faqir. G'aniyun haythu maluhu. Mol-mulki bor, o'z vatanida boy hisoblandi. In kanat zawjatuhu indahu falaha nafaqatul fuqara. Ana shu musofirchilikda qo'lda faqat pul qolmagan holatda kishining vujudida ayoli birlekan bu kishilar. Bunda bo'lgan taqdirda bu ayoliga xarajat qilgan nafaqa kambag'alning saviyasida nafiq bo'ldi. Balki ayoli ashunda boyash turmush qilib qolgan, keyin shu g'urbatda qoziga da'vo qilishi mumkin. Meni bunda shiqdi o'tag'izmidi, bunda bir nimaga asirib tug'izib qo'ydi, tomoqda obdan noqdan kiyimda apamidi desa, qo'yini hozir bu yerda faqirga uni ortiq nafiq talab qilolmaysiz deydi. Ya bu o'zining jutida emas. O'zining jutida boy, lekin safar yo'lda ketdi, masalan Misrga keldi, pul mollarni so'mklar o'g'irladi, hech nima qolmadi. Ya Saudiya Arabistonda ezgi chiqdi, hammani o'g'irladi, hech nima qolmadi. Telefon bilan ya tanish bilishdimi ololmaydi. Bunda ahvolda zakatni hal qilamiz. Sen belim bunday bo'lsa, pul ololmaydi. Ha, başqadan qarzni ololmadi. Qarzni ololmadi, yani hozir qo'lda pul yo'q. Pul yo'q bo'lsa, shu faqir hisobida. O'zining jutida bo'lsa-mu, faqir hisoblaymiz. Qo'ymachiga uchrab ketgan, endi ololmagan qarzi bo'lib qolsa, yo'q hisobda shuni zakatini bermaydi dedi. Va in kanat haythu maluhu laha nafaqatul aghniya. Lekin mol-mulki ba shu jutida bo'lib qolsa, u ayoli albatta baylarga loyiq
xirajat qilib berish lozim. Endi mo'sh Ibn Sabil qarasanglar, Ibn Sabil zakatning masrifi 8ning birisi. Yana g'animatning 5dan biri sarf qilinganlardir. Fa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil. G'animatning 5dan biri tegadigan masrif. Yani feydan mı tigilgan masrif. Yani bu İbn Sabil'e 3 tarafdan pul tayyor. Yani İslam devleti bulup kalsın. وَلِذِرْ قُوبَى وَالْمَسَاكِنِ وَابْنِ السَّبِيلِ de döcek ayarında tekrar kıldı. قال وَلِلْمَالِكِ أَنْ يُعْطِيَهُمْ وَلِلْمَالِكِ yani zekat verdiğin, aş mülk iyisi değil. Zekat verdiğin kişi aşı 8 türlük masrafının hemmege basımı buldu. Mesela hazır ben zekat vermekçi 8 bin köy zekatını argan bolsam 1000 köydüllem 8 türge vermezsem buldu. وَلَا خِلَافَ فِيهِ yani en yu'tiyahum cemi'an desek buldu. 8'in her birige basa buldu. Bunun da ittifak. Firqab yok demekçi. Endi firqabna hazır bazı ulamalar deyişi mümkün. Turmuda nahaq müddətsiz kesib bekkarlığını kutulduruz için işletsem buludu. Ya ki asaret katmağın milletliğine tutkuzuş için işletsem buludu. Çünkü bütün bir millet ve firqa bulup kaldı hazır. Ama o firqab yok deb qalsak, o çağda şu ba türge, mesela firqamız kırvatsak 74. Hani bir mazhab ta'liful qulubni çıkarıvattı 6 tür kaldırma. 6 türge hammaga taqsim qilib qo'ysan mayli deydi. Bunda hamma ulamalar ittifoq. Va lahu an yaqtasira ala ahadihim. Ashu 8 turdan bir turga bilan berasimi mayli deydi. Ma'noda ixtilof bor. Hanifi mazhab bir turga bilan berasim bo'ldi. Hatto bir turning ishidagi bir kishi bilan berasim bo'ldi. Masalan, 50 ming ko'z zakat bermoqchi desak, buni faqat fuqaro bilan berayda Fakirden için bir fakirden 50 milyon tutuzuplan yolsasını buldu. Ya ki kazı bağlap kalan bir kişiyle bir ötürmen kazıların tülü asılmanında bir resim buldu. Lakin Şafii mezhep şu, ya bu sen vermekçi olan zekatını Allah Teala 8 türge birisen de bunda 8'ini belgilep koygan iken sen bu 8'i birisen. Ha bakın 8'in hemmini tepkilanmaya çalışın mümkün. Davam ki akallı takdirde 3 türlü bir şey vardır. Cem'aninki akallı sani 3, nan 3'ke birisi adet. Bir türlüden bazı bulmaydı. Yani bu Hanefi mezhepte bir türlü bazını buldu. لِأَنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ اللّٰهِ تَعَالَى وَهُوَ الْآخِذُ لَهَا. Çünkü zekat degen Allah Teala'nın hakkı. Zekatını alıdığan zat Allah Teala dedi. Kâle Teala وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وقال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل وإضافته إليهم بحرف اللام أمده للفقراء كم بغلق برسان تقول الله تعالى الله ينجب يوق دي لبقاسا يعني في مذهبنا تحليله أمده للفقراء والمساكين ده لم حرف اللام قلاغا منسب قلنشي لبيان أنهم مصارف أشكر الله باسم بلدو ديالك hemmisi tan bir işin gerek deyin yapamaz. Yani şu 8 orun, 8 orunun kasını basan, hemmigi basan mayla, birak türgü basan mayla deyin yapı. Bu lamni cumhuru lam-ı temlik deyişim iken. Hanefi mezhepte lam-ı tahsis, lam-ı ecel diyende atışım mümkün. Ondan iken bu lam bu 8'e ilişki haklı. Lakin 8'e tan bir işin gerek deyimiz bunu çıkmaydı o değil. La li bayan annahum al-mustahiqun laha. Yani hemmisi tan, ammisi bulmaydı deyin yapamaz. Ve idafatuhu ileyhim. As-sadaqat lil-fuqara dediği aşılığa mensup kıldı bunu. Sadaqını fakirliğe mensup kıldığı ayette. İdafatul mal ileyhim biharfil lam li bayan annahum masarif. La li bayan annahum mustahiqun laha. Bu ayette lam harfi bilan kelgan bo'lsa-mu, lekin buningdan maqsad 8 ga basan bo'ldi. 8 ni hammaga basan bo'ldi.
bir turga bersan bo'ldi degan gap. Lekin 8ning har biri cho'qim erish kerak degan gap emas. Va bi'illatil faqri wal hajati saru masarifa. Shu 8 o'rinning hammasi faqirlik va ehtiyoj bo'lg'achqa masrif bo'ldi. Hammasi faqirlik bormi? Ko'pincha faqirlik bor, lekin ba'zida ehtiyoj bor. Masalan, al-amilina alayha bayosimi ishlab o'zining yetarli chiqimini qildi dedik. Ammo lekin shu amilina alayhadan boshqalar ana mazat 7 dedi, ta'lif qilini tushirayotgandan keyin 7ninki qolgan 6si shu faqirlik ehtiyoj bor. Faqirlik bo'lg'achqa bu zakatni sarf qiladigan o'rinlardan bo'lgan. والمقصود هو إغناء الفقير وسد خلة المحتاج. المش زكاة مقصد فقرنك محتاج احتياجن قمداش. قال صلى الله عليه وسلم خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم. أشو معزن حديث ده إن الله فرض عليكم صدقة تؤخذوا من أغنيائهم وتردوا في فقرائهم. Fuqara deb qalsa xuddi o'sha bir turga xas qilganda ko'rinib qoldi-ku, fuqara dedi. Undan boshqa fi sabilillah, g'arimin, hammasi bor. Lekin ashuni hamma jilba kelsak, ya'ni shu faqir degan mazmun bor edi. Va li hada la yajuzu sarfu ila al-aghniya'i min hadhihi al-asnaf. Shunda bo'lg'achqa mush turlardan boy kishiga sarf qilishga bo'lmaydi. Fa'ulima anna al-murada daf' al-haja. Lekin bu yerda maqsad ehtiyojini qamdash degan bir mazmun bor. Va huwa ma'na ya'ummul kull. Mush ehtiyoj degan narsa hamma turda bor. Zakat berilgan turlarning hammasi bor. Va zalika hasilun bid-daf' ila al-ba'd. Yani bu ehtiyojni qamdash 8ning bir turga bersakmi ehtiyojni qamdash o'zi chiqamdi, chiqmamdi bo'lsa chiqadi. Bi xilafil amili. Faqat mana amil buning sirtidadir. Amil bayosimi as bo'ldi zuqo. Li'annahu la ya'khudhu sadaqatan. Chunki bu buni zakat deb olmaydi, bal ivadan an amalihi. Bu ishlab berganning badali sifatida o'zining chiqimini yetarli xarajatni qamdash uchun oladi dedi. Sadaqa. Lekin shu Alloh taolo ay sadaqani boy zakatda qilgan kadri o'si bersan bo'ldi degan ekan. Rasululloh shunday ishlatdi. Lekin buni boy o'sin bersak bo'ldi deb tushundim. Katta masalan fi sabilillah mujahid boy o'simi oladi. Nima zatomay deyishim keyin jumhur oladi deydi. Yani bir ayette in tubdus sadaqati fa ni'mahi ve in tukfuha ve tu'tuha al-fuqara dedi. Tamam. Yani aslında fuqara dediğim bir türüne tilga aldı. Xuddan bu zakat aldığının hammasi fuqaradek. Lekin bunun har xil shakli var. G'arimin, ibn sabil, fi sabilillah debda miskin faqir deb turi bo'lgandek bunun bir türü versen buldu. Xuddi versen 1000 faqir olsa bunun 1000 faqirda 10 faqirga versen adatı pamte tapıdı. Ondan keyin masak üstünün bir türü versen buldu. Özellikle göstergelememiz kemballıkta en 8 türlük mühendisi var. Aslında fukara bir işimizde o evzelere çünkü Allah Teala bir şey de evzellikte ulemalar her xil qarashda bo'lib qoladi. Mesela bu mazmunning ba'zi ulemalari sen faqir miskinga bergandan qarzga bog'lab qolgandan bersan afzal deydi. Mesela oldimizda ishkadan bor ekan, biz qarz bog'lab qolgan, biz faqir. Qarz bog'lab qolgan bersan bu avlod deydi. Yani birisi masalan ya faqirga berish avlod, yani birisi yo'q miskinga berish avlod. Chunki bular qaysi bakrak muhtoj turganda miskin yo faqir deb shikil qarash bo'lib qoldi. Endi hozir aslida bir zakat bermoqchi bo'lsa avliyat bunisi bo'yicha birsin jiddiy ehtiyoj bo'lib qolsa shu oldin o'rin turdi. Jiddiy bir hayotini qutqarish uchun bir doktorxonada operatsiya olibda hayot mamotlik ko'rish qilayotgan va shu zakatga ehtiyoji bor. Shuni qarash qilib qolsa, ma talibni, ma faqirni deb o'tama darhol shuni hayotini qutqarish lozim.
Uningdan keyin unda qarasak, birisi ancha-muncha ota-onasi pul yotib turadigan, ancha-muncha yerda ish ovqat qilib turadigan bolalar bo'lib qolsa, bu salmayotib turadi. Faqat uyda minas kelmaydigan, mandalar bu oldin o'rindir. Buni hamda shu zakat beradigan odam ahvol qarab, eng zo'rilga boshda ishlaydigan. Qala va la yadfa'uha ila zimmiyin. Zakatni islom davlatidagi ahli zimma, ya'ni kafir fuqarolarga bermaydi. لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها على فقرائكم. Sizlarning baylaringlardan ilib namratlaringlarga berishga buyurildim degan shu hadis. Kum ya'ni jamaatul muslimin demakchi. Hozir bu zakat berilmaydigan turlar qaysi degan masala. Zakat qaysi turlarga berildi? Ya'ni 8 turni biz bayon qildik. Zakat beriladigan turlar, endi berilmaydigan turlarni bayon qilmoqchi. Endi xulosalasak, yig'iblam desak, zakat birinchi baylar berilmaydi. Albatta uning tafsiloti var, lekin zakat baylar berilmaydi. Ikkinchisi, ishlab pul topa oladigan va pul topayotgan bunda odam bo'sh buning berilmaydi. Uchinchisi, ateist, kafir, kommunist, islomga dushmanlik qilgan, jang e'lon qilgan, musulmonlarga azab berganlarga berilmaydi. Endi zimmiy masalasiga kelsak, zimmiy berilmaydi. Cumhurning nazari zimmiga berilmaydi, lekin ana bu mazhabda Imom Zufardan zimmiga bas bo'ldi degan qarash bor. Hazrat Umarmo zimmininki yashin qolgan bir kishiga zakatni bergan. Balki uni ta'lifan li qalbi bergan bo'lishi mumkin. Lekin masakin desa, bu ahli kitobning masakini musho deb bergan. Hazrat Umar va uning boshqa tabi'lardan esa qarashdi bor. Onun ustiga o oyatdimi lil fuqaro ila masakin deb mutlaq keldi-ku. Fuqara muslim, masakin muslim demadi. Mushun asosan Imom Zufar zimmiga bas bo'ldi deb qaraydi. Yana zakat bergan kishininki ota-onasi va farzandi, ayoli bo'lib berishga bo'lmaydi. Bunun boshqa urug' qoldi ba'zi ixtiloflar bor. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning avlodi ayol tavobatini berishga bo'lmaydi. Banu Hashim, yani Pimazatı Banu Hashim deb qaraydi. Undan keyin buni birdan-bir bayon qilsak, birinchi masala islom davlatidagi ahli zimmaga berishga bo'lmaydi. Bu Hanifi mazhabning va jumhurning qarashi. Hanifi mazhabda maktabda bayon qilindi, lekin Imom Zufar, Imom Saraxsi mabsutda bayon qilgandek, Imom Zufar ahli zimmaga bas bo'ldi. Bu farz zakatni berish masalasi. Va yadfa'u ilayhi ghayraha min as-sadaqat. Hanifi mazhabda farz zakatdan boshqa vojib va shunda ibodatga munosiblik to'lamlar bo'lib qolsa, bas bo'ldi. Masalan, kan-nuzur, birisi nazr qilgan bo'lsa, nazrni ado qilish vojib. Va kafarat, masalan, ro'zni buzib o'tgan, qasamning kafarati deymiz. Va sadaqatul fitr, bu vojib. Mushunni zimmiga bas bo'ldi. Yani bir mazhabninki qarshi. Ve qal Abu Yusuf rahimahullah la yejuzu kazzaka. Abu Yusuf bu mu zakatga o'xshash vojib pul mol bo'lg'achqa bunun berishga bo'lmaydi dedi. Undan keyin bu yerda hozir bunda qarasak, nima natija chiqadi? Sadaqat tatavvu bo'lib qolsa bas bo'ldi keyin degan mazmun chiqadi. Islom davlati bo'lib qolsa zimmi, tilamchi, qolgancha sadaqa bersa bo'ladi degan gap chiqadi mana bunda. Navanikem sadaqat tatavvu bo'lib qolsa, ba'si bo'ludi degan mazmun chiqdi mishariz. Nima? Çünkü ayette la yanhaakumullahu anellezina lam yuqatilukum fid-din ve lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum ve tuqsitu ilayhim innalloha yuhibbul muqsitin dedi. Yani ular yaxshilik qilmaydi, sizga zankesh qilmagan, sizga jang e'lon qilmagan, yurtingizdan chiqarib o'tmagan. Yani bir ayette leysa aleyke hudahum velakinnalloha yahdi men yasha ve ma tunfiqu min khayrin fali anfusikum ve ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah ve ma tunfiqu min khayrin yuwaffa ilaykum ve entum la tuzlamun. İbtigha'a wajhillah degan kafir bo'lsa-mu Allohning roziligi uchun ba'dan bo'lsa deb undan keyin buning mukofotini olsa degan gap. Zimmiga berish hozir ta'lifan li qalbi desak, farz zakatni qarshi tarafdan beramiz. Lekin hozir ta'lif li qalbi emas, kambag'allik sifati bilan berilib qolsa bo'lmaydi demoqchi. Biz ta'lif li qalbi kafir vasim bo'ldi dedik-ku. Rasululloh kafirga bergan. Yana bir oyatda "Yu'tamuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan va yatiman va asira." Yani bu sadaqat tatavvuni ahli zimma va musulmonning qo'l ilkidagi shunda kafirlik ba'zi bo'ldi degan mazmun chiqdi.
Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh sadaqatul vacibat ken nuzur vel keffarat namo bas bulmaydı dedi. Velana ennel mezkura mutlaqun lil fuqara illa annahu khussa fi zekat bil hadis. Bir yerde mutlak ket kaldı dedi. Nima bu mutlak? İnnema sadaqatul fuqara degan. Şu oyatda tilga ilinigini nima? Mutlaq faqirda tilga ilindi. Al fuqara. Shunami? Bu yerda kafir ya musulmon ya zimmi deb ayrimida. İlla annahu khussa fi zekati bil hadis. Lekin hadisdan birsikida bu musulmonga xos deb zimmini chiqaryapti. Tu'khaz min aghniyaihim va turaddu fi fuqaraihim. Aghniyaihim, aghniyal muslimin demakchi. Çünkü zakatni kimda oldi? Shu musulmonda oldi. Ashuldan zakatni olib, ashulning kambag'alligi bermasganikin musulmonning kambag'alligi berish degan gap hadisdan chiqdi deydi. Fabaqiya ma wara'ahu 'ala al-asl. Undan uningdan boshqasi zakatul farida, farz zakatdan boshqasi burun qoltili qoladi. Uni shariat bama yoki unda buni dinga olib. Lekin farz zakat bilan kafirga bama degan birini keldi. Undan boshqasida kafirga basanmi mayli degandek yoki hech qanday bir cheklim kelmadi. Endi shu kafirlarga berish masalasida innamas sadaqatul lil fuqara degan mushunda mutlaq fuqara keldi deyishmi? Başqa oyatda shunda mutlaq kelgan. Masalan, va tu'tuhal fuqaraa fa huwa khayrul lakum. Al fuqara dedi. Bu mutlaq. Yana kaffarat masalasida fa kaffaratuhu it'amu 10 masakin min awsat ma tut'imuna ahlikum. 10 masakin dedi. Miskin, muslim, kafir demedi. Faman lam yastati fa it'amu 60 miskina. Nolkim yerda miskinni kafir ya musulmon deb ayrimadi. Ayırmagan diken hemmizge caiz kılıdı dedik. Fakat lan zakatul faridada hadis kılıp zimmini çıkarıvetti. Yani bu şu ehli zimmege bahs bulmaydı dedik o. Yani İslam devleti şeygan ehli zimmeler zakatın bahsek bulmaydı degen bilen bunu aşında açılığına kişinalığın aletте taşlap koyduğun gibi emas. Uluğa beytil maldan biridir. Mesela Hazreti Ömer şu beytil maldan maaş bekletken her ayda biriktirdiğin var. Zekat bahsek bulmaydı degan isim vermemiz zengin emas. Mühim noktan bu. Yani bir taraftan muşumu bir mesela Züfer'nin karşı boyutu zekat bahsek buldur diyen karşı koyucu desek bu bir xil ta'lifli qalbi bo'lishi mumkin. Mesela Hazreti Ömer'nin Müslüman şu bir ehli kitapның bir namarat bir qaradamga bir musulmon bulduğu zekat bahsek bulmaydı degan Cumhurning qarshi bo'yicha desakmi, zakatni taqtib ham birib bosh musulmonlar to'yib ketdi deydi zakat. Yani nurg'un zakat eshib qoldi. Eshib qolgan bo'lsa, ahliqning birisi buldi deydi. Yani musulmonning ehtiyoji eshib qolsa. ولا يجوز دفع شيء من ذلك إلى حربي. Musulmonlar qarshi jang e'lon qilgan, dushmanlik qiladigan kafirga berishga bo'lmaydi. Shay min zalik zakatul farida, an-nuzur wal kaffarat wa sadaqatul fitr hammasi. ولا يجوز دفع شيء من ذلك إلى حربي لقوله تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. Allah Teala to'sqan berishga bo'lmaydi. Ijmo buningda. Ash oyat nas kelgandikan ijmo. Nima uchun desa, bu musulmonlarni o'tirishga biz yordam qilgandek ish. Ya'ni biz o'zimiz qirgandek bir ahvol bor. Bu endi oyatning bilanmi cheklangan, ham aqlmi buni cheklaydigan ish. Yana Hanifiy mazhabda kafir harbiyga sadaqat tatavunun ba'zi bo'lmaydi. Bu nima? Yani shu yardım berib, bu pulni sen men qarshi qurol sezilib o'q ilib atgan degandek bir nozim buni bas bo'lmaydi. Haram, meni qaraman. Yani musulmonni o'tirishga yardım bergandek ish. Faqat ama asir olib qolsa, sadaqa tatavvur bersan bo'ldi-ku. Bu asir hamda o musulmon qarshi o'q atadigan holat emas. Qarab qo'ymiz. Ammo unda asir turib, musulmonlar ziyankesh qila olgan bo'lsa, yana uni sadaqa berdilar. Musulmonning qo'lida asir bo'lg'achqa xayr ehson sifatida berilgan narsa. Ammo musulmonlar ziyon ura oladigan bo'lsa, berishga bo'lmaydi. ولا يجوز دفع شيء من العشر إلى الذمي أيضا كالزكاة وعليه الإجماع.
Nima uchun o'shada o'shirnimi bas bo'lmaydi ota ekan deb qo'ydi. Tez zakat qiyos qilib. Chunki Hanafi mazhabda bu o'shra bu zakat emas, bu boshqa narsa degan tushunami? Bu xuddi bir ya'ni bejidek bir narsa degan. Lekin hamda buni sarf qilgan o'rin, zakatning sarf qilgan o'rin bo'lg'achqa ikkisini bir kitob zakatda bayon qildi. Shunga bu boshqa narsa bo'lg'achqa o'shirnimi zimmiga bersak bo'lmaydi. Zakat o'xshashlam o'shirni bermaymiz. Buni ijmo bor dedi. Ijmo misolda buni ko'rsatdi. Hanafi mazhab imomlarining birdek ittifoqini ko'rsatdi. Yani bütün İslam ümmetinin olmaz. Bular mamda Hanafi mazhabining shu 3 imomninki ittifoqini ko'rsatdi. Ko'pincha. Qala va la ila ghaniyyin. Bayg'i basim bo'lmaydi. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam la tahillu sadaqatu li ghaniyyin. Zakatni boy kishiga bas bo'lmaydi. Shuningdek yana shu o'shirinimi, kapparat, nuzur, sadaqatul fitrnimi bas bo'lmaydi. Çünkü innamas sadaqatu lil fuqara deb keldi. Yani bir tarafdan zakat malning kiridir. Bu malning kiri. Bu kir narsini sen zarurat tepilib, char bo'lmagan chaqda ishlatsan bo'ladi. Bo'lmasa ishlatsan bo'lmaydi degandik. U zarurat nima? Sen faqir bo'lib qolsan, lekin bayolat ishlatsan bo'lmaydi. Yani hadiste tu'khadu min aghniyaihim faturaddu ila fuqaraihim dedi. Doğanki fakir bo'lish kerak. Qala wala ila waladi ghaniyyin sagirin. Yani boy kishining sabiy bolasiga basim bo'lmaydi. Bir boy kishi bor, lekin uningki 7 yoshlik, 8 yoshlik bir bolasi bor. Masalan, ash kichik bolsa, nerede o'qiydi ekan deydi. Dadasi ajutda boy. Bu kichik bolaga basim bo'lmaydi. لأنه يعد غنيا بغنى أبيه. Çünkü bu dadısının baylığı bilen bay hesaplandı. Şu örfümüzde şunda bayının balısı olan ki bu balın bay denir. Bu bala veled dedi o. Veled diyen kız oğul amına özü geldi. Kullu mevludin feva veled. Yana şu kişinin tevallikleri bulmasın mı? Mesela arayal acırışıp gittiken, andan bu bala anısı kaptıken, lekin dadisi hazır bunu neçil olab ekan, ko'mab ekan, buni hazır uyda bakmaydi ekan. Ama aynda bo'lsa-mu, dadisi boymi, boy emasmi? Boy. Undan keyin bu boy deydi. Zakat shu kichik bolaga bersak bo'lmaydi. Hatta la tajibu nafaqatuhu illa alal ab. Undan keyin kichik bolaninki nafaqasi kimga vojib? Dadisiga vojib. Balog'atga yetganga qadar bixilafil kabir. Çoğun bala olab qolsa, bayning balasi, lekin çoğun bala, balog'at yetgan bola deb o'lcham nima? Balog'at yetish çoğun kichikning o'lchami. Çoğun bir bola bor, bu o'zi faqir. Dadisi boy, lekin pul bermaydi, pul yetib qolmaydi yoki unga munosabat yo'q. Buniga bersak bo'ldi biz. Bixilaf degani buniga bersak bo'ldi. Nima uchun? Fa innahu la yu'addu ghaniyan bi ghinabi. Chunki bu dadisining boyligi bilan bu boy hisoblanmaydi. Hatta tajibu nafaqatuhu ala ibnihi la ala abihi. Shunda bo'lg'achqa, hatta degan mishada shunlashqa, ya'ni bu dadisining boy bo'lishi bilan boy hisoblanmaydi. Shunda bo'lg'achqa, bu balasininki nafaqasi kimga vojib bo'ldi? Osh balasining o'zining balasi bo'lib qolsa, ay balasi bu balin deydi-da. Yani nevresi dadisi bakıdı, lekin çoğun dadisini bakmaydı. Yani 3 avlat oldu o, çoğun dada, bala. Yani bu o'ttirlik yerine kim bakışı lazım? Üstürlük emas, asitlikisi bakıdı. Asitlikisi vacip deydi. Lekin dadisi vacip emas. Bu yerden şu dadisi vacip deydi mesela kişi böyle. Yani şu dadisi vacip deydi, ama dadisi özünün vaciplerini ada kılmayı teşvik etken bu sefer balası da pul xajimay, tashlayotgan bo'lsa, o dadisining boyligi bilan boy olmaydi. Yani amaliyot hozir pul kiramdi, kelmaydi. Undan yo'q hisobda deb qarab, uni zakat tashkil lekin bu nima bo'lsa, islom jamiyatida bunda ahvolda qanday qilgan gap? Qozoqning dadisini dag'ir tupakilab, birama malni xarajini deb majbur oladi uni. İslam şeriat nimasi bo'lmagan ekan,
Hammadan ziyon tortilgan gap. Hatto nima dedik-ku, masalan, munqata fi tariq. Yerim yo'lda qolgan odamni ziyon tortildi. Bo'lmasa 3 tarafdan dollar yig'ib turibdi. Biletni qonundan aprilda, aydardan adamlar var biz aprilda, yani biz aprilda. Yani hamma tarafdan ziyon. Agar balisi bo'lmasa cho'na, balis bo'lmay, bu faqat turmush qizinib qoldi, yo kesal masalan, pul topolmaydi, dalisni baq deymiz. Majburlagan. Baqama qoldi. Xuddi masalan, shu odamning qizi yo erdan ajrashib, uy qaytib kelish, ama kim baqadi uni? Dadisi baqdi, shunga o'xshashdi. Yoki shu bola masalan kesaljon, pul topolmaydigan bola bo'lib qolsa, shu dadisiga sen baqsa deymiz. Zayi qilasam bo'lmaydi deb. Qala wala ila mamluki ghaniyin. Kafning asliga bir zir qo'yamiz. Tashdid emas. Bayning quliga ba'si bo'lmaydi. Bu qulamda mudabbar bo'lishi mumkin, umulat bo'lishi mumkin, kin bo'lishi mumkin. Li'anna al-mulka yaqa'u li mawlahu. Chunki bu yerda pulning iyisi kim bo'ldi? Shu xo'jayin bo'ldi. Chunki pulningki igdachilik qilmaydi. Qala wala ila man baynahuma qarabatu wiladin a'la aw asfala. Ikki kishi bo'lib qolsa, buning o'ttirda oti balliq tuqqanchilik bo'lib qolsa, birisiga ba'si bo'lmaydi. Masalan, dadisiga ba'si bo'lmaydi, cho'ng dadisiga ba'si bo'lmaydi, onasiga, cho'ng onasiga ba'si bo'lmaydi. Val jaddatu min al-jami. Dad tarafdan yoki on tarafdan bo'lgan cho'ng onasiga ba'si bo'lmaydi. Val valadi balisga ba'si bo'lmaydi. Va valadul valad navrisiga ba'si bo'lmaydi. Va in safula to'lab ketgan navra, chavra, avra ashulga ba'si bo'lmaydi. Va hada bil ijma'. Bunda ijma' var. Yani üst taraf ve ast taraf. Bunu birleştirmek olmaydı. لأن الجزئية ثابتة بينهما من الجانبين حتى لا تجوز شهادة أحدهما للآخر. Çünkü bu iki taraf xuddi birisinin bir parçasıdek. Bir-biriga unda giralishib ketgan, chirib ketganlar. Shunda yaqin bo'lg'achqa buning birisi manfaat uchun guvohlik qilsa bo'lmaydi. Yaqin tuqqanga, yaqin tuqqani guvohlik qilsa qiladi. Masalan, balasi dadisiga guvohlik qiladi. Yani dadisining manfaati uchun. Ya dadisi balasining manfaati uchun guvohlik qilsa aqmaydi. Nima uchun desa, bu yaqin bo'lg'achqa buni yolg'on guvohlik berib qoldi, ahvol bor. Zina do'si bo'ldi. Men ko'rgan dadam shuni o'tiribdi. Ya balam o'tadimi shuni ras deb tunqisi bo'ldi. Lekin wala yuqta'u bi sarqati malihi. Masalan, dadisi balasinikini yoki aksicha, balasi dadisinikidan bir narsa o'g'lab qolsa-mo, qo'li kesilmaydi. O'g'ri deb qo'li kesilmaydi. Chunki bu shubatul mulk bor. Lekin o'g'lisi qo'l kesilmaydi degan bilan o'g'lashdan gunohi bo'ldi. Bu boshqa masala. Fala yatimul ita'ul mashrutu fi zakat. Ana bu yaqin tuqqan bo'lgan ekan, bu yaqin tuqqan mushunda darajaga yaqin tuqqanga zakatni bersa, oyatda va atuz zakat dedi. Va tu'tuhal fuqara dedi. Ashad biringlar dedi. Tamlik igi qilib birir tamomishini degan shu buyruq vujud qismagan bo'ldi. Çünkü bir vektir degan bilan hozir g'atchini mayan chiqdi, eliblan mayan chiqdi sag'andak bir gap. Yani o'zidan chiqib tushgandaklan bo'ldi deydi. Al-ital mashrut fi zakat degan kambag'alga sen mulkingni berib o'tish senga. Undaqanki bunda yaqin tuqqanga kaffarat, nuzur, sadaqatul fitrni ba'zim bo'lmaydi deymiz. İlla binqita'i manfa'atul mu'ti amma ata vel manafi'u beynehum muttasilatun. Faqatlamda ikki tarafni o'tirdi, manfaat qaydilanishdan uzilib qolgan ahvol bo'lsa, qayda bir ahvol tasavvur qilsak, shunda bir ahvol bo'lib qolsa, o'sha qaydilanish bo'lmagan ekan, rasmiy bu yendan chiqarib boshqa birisiga ba'da degan narsa vujudga chiqadi. Ammo qaydilanish bo'lib qolsa, bu u yoqdan chiqarilib, bu yoqdan chiqarilgandek ahvol bo'ldi. Vel manafi'u beynehum muttasila. Endi bu dadi bola o'ttirda manfaatga aytda giralishib ketgan, tutash, ayrivog'li bo'lmaydi. Xuddan bu o'ziga hajgandek bo'lib qoladi. Manfaatul mu'ti. Masalan, balasi dadisiga berdi, nima? Dadisiga bergan taqdirda, ash dadidan moddiy zoti hech qanday qayda kelmandash bolaga keladi.
Bolsa ağırıp qalsa dadisi doktorxonaga bora, chinib qalsa pul xarjlaydi, yoki hadiya berdi, yoki miras qiladi. Lekin bu faqatla uzilib qoldi deb faraz qila olsak, unda joiz bo'ldi. Unda faraz qilib bo'lmaydi, undan keyin joiz bo'lmaydi. Ayollik bas bo'lmaydi. Li'annal manafi'a baynahuma muttasila. Chunki bu ikkilarning o'rtada manfaatlar shunga giralishib ketgan. Bu bak yaqin. Wa yu'addu ghaniyan bimali zawjatihi. Ayol bayolab qalsa, erimi boy deyishki bo'ldi. Ayolning qulli jiq bo'lib qalsa, eri ayolning hisobidan boy deb qaraldi. Qala ta'ala va wajadaka 'ailan fa'aghna. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shu ne'matni sanab kelib, Alloh taolo shunda degan. Sen Namratdan Allah seni baytıldı degan mazmunda. Qalu bimali Khadija. Ulamalar nim bilan baytıldı? Khadija bilan uylangandan keyin Khadija cho'ng tijoratchi baylardan keyin. Shuning bilan sen bay bo'lding degan mazmunda. Şu ayolning bayligi bilan bay hisoblandi demoqchi. Bunda bo'lgandan keyin xuddi ayolning qo'lidagi pul bu adamning qo'lidagi puldek bo'lg'achqa bu zakatini shu ayoliga bersa, ya'ni shu mayanchiqdan olib mayanchiqqa solgandek bo'ldi demoqchi. Ayoliga nafaqa qilish vojib bo'lg'achqa ayoliga bas bo'lmaydi deydi. Lekin unda dalil keltirishda li'anna nafaqatal mar'ati wajibatun ala zawjiha desin bu bir dalilda qoida bo'yicha shunama qanda bir odamning nafaqasi birisiga vojiblab qolsa, shuni zakat bas bo'lmaydi degan qoida. Lekin bu yerda bu ayol bayolab qalsa, o'sha ayolning iqtisodidan bayoldi degandan bu ayoliga pul berib qalsa, bu pul ya'ni shu odam xajlaydigandek bir pul deydi. Bundan keyin shu o'ziga o'zi zakat bergandek bir ahvol bor demoqchi. Ya'ni bu yerda dalil keltirishda oyat tarafdan unda aylantirib dalil keldi. Siz kishi keladi. Ayolning izinsiz ishlatish huquqi bo'lmaydi. Lekin bu ayol mesela şunda ya turmuş qiyinlik bo'lsa, ya tijoratda rasmiydan ayrilib qolsa qarab turmaydi. Shu oltin bilan chiqib setib, mana tijorat qilslar deydi u. Tamam ya? Yani tabii endi. Bu shunda qiynayotgan ayol millioner. Ama bunda qarab turanda وجعل بينكم مودة ورحمة desa, nadu mawadda va rahma. وكذلك الزوجة لا تدفع إلى زوجها. Ayol kishi zakatini eriga bermaydi. Yani bayatdan qadam bilan ana o'xshashlik bilan tahlil bo'yicha qoidalar chiqardilar. Nima uchun bu ishlar bunda bir kishidek bo'lib ketgan. Demak, bular bir-biri bilan ashunda bir shaxsdek deb qaraladigan bo'lg'achqa bir-biriga zakat bas bo'lmaydi. Li'annaha tu'addu ghaniyatan bi'tibari ma laha alayhi min an-nafaqati wal kiswa. Chunki chiqimini qilib berish kerak desnama. Chiqimini qilib beradigan holatda bo'lgandan keyin bu ayollarning o'zining iqtisodi bo'lmasa-mu, ehtiyoji yo'q ayol boy. Bir narsani qisilib qolmaydigan. Shu ko'pida o'tasa, eri asliqinda sirtdan pultib esirib turdi. Bu hajaygan gap. Ehtiyoji yo'q. Bu bir tahlilimdi. Ikkinchisi وَلِأَنَّهُمَا أَصْلُ الْبِلَادِ. Ana shu farzandlarning asli jildizi mushkilango وَمَا يَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا الْأَصْلِ يَمْنَعُ صَرْفَ الزَّكَاةِ. Mushu tutdan shaxlab chiqqan balla olib qolsa, buni zakat bas bo'lmaydimiş. Atamish nima? Buni bas bo'lmaydi. Undan keyin bunda bir tut desak, masalan, 5 bola shaxlab chiqqan bo'lsa, ana buni bas bo'lmaydi. Balama anasi bas bo'lmaydi. Buni qechga tutning yerimicha bu biqindagi bas bo'lmaydi deymiz. Yani shaxga bas bo'lmaydigan yerda biqindagi tutning o'ziga bas bo'lmaydi deydi. Bu bir qiyosga. Qiyas al-far'a ala al-asl. Lekin Hanafi mazhabda diqqat qilsam bu yerda ila zawjatihi deyishma. Ila zawjatihi dedi. Eri ayoli bas bo'lmaydi. Lekin bir bayning ayoli bor. Bayning ayoli bor. Bu ayol o'zi kambag'al ekan. O'zining eri bas bo'lmaydi. Lekin shunday bir shaxs shu bayning kambag'al ayoliga bas bo'ldi. Lekin bayning kambag'al narisiga bas bo'lmaydi. Ikisini ayirdi. Nima uchun desa tahlillar bor. Maksad bayon qilmadi. Yani bay ayolning balasiga bas bo'ldi, lekin bay erning balasiga bas bo'lmaydi deydi. Shunda bir tarmoq masalalar bor mazhabda. Ana bayningki erning qo'lidagi bir qiz bo'lib qolsa,
Bu ba'zi birimiz deydi, ba'zi yani başqa bir adam. Qizning dadisi emas, qizning dadisi nerede? Bu qizning eri boy. Yani şu erining qo'lida bu. Dadisi ba'zi bo'lmaydi, shunama. Eri ba'zi bo'lmaydi. Lekin bu talaq qilib o'tib qolsa, dadisi vaqtda. Yani shuningga shuni bir shaxs zakat ba'zi bo'ldi. وَلِهَذَا يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. Şuna bu iş kelgan o'tirdi, shunda tutashlik bo'lg'achqa, bular birisi o'lib ketib qolsa, birisi miras olamda, bunda oladi. Balki shu bergan pulni keyin zakatni berib qo'yadilar, qarshi taraf o'lib qolsa, ya'ni shu bizga qaysi mumkin? Min g'ayri hajbin. Miras xodlarniki ba'zi ahvolda mahjub bo'lib ketib, hajbi kulli yoki hajbi juz'iy bo'lib ketib, mirasni to'liq ololmaydigan mahrum qilgan yoki jiqildigan bo'lsa, azaldan chiqildigan ahvol bor. Lekin bu ayolning o'rtasida mahjub emas bo'ladi. Bu 8 dan biri, 4 dan biri. Shunday bo'ladi. Balisi boyga qarab azib bo'lishi mumkin. Lekin to'liq harmon bo'lmaydi deydi. Kaqrabatul vilad. Xuddi ballarga bo'lgan tuqqanchilik darajasiga o'xshash ona balliq masalasida mirosdan mahrum bo'lgan shu. Ya sulus, ya sudus. Aşağı arılıqda bulduğu. Ballı'nın muandan şu ya yerime yanımızı da lekin dadisi turib, anısı turib, ya balısı turib, mirasdan mahrum qilg'ash barma yo'q. Her ayol ishidimi, mirasdan mahrum qilg'ash yo'q. Unda o'niken bu o'xshashlar bir-biriga manfaat yetkazadigan bo'lgandikan, bir-biriga zakat bas bo'lmaydi. Yani bu mazhabning qarashi. Ve qala Abu Yusuf ve Muhammad rahimahumullah, İmam Şafii ve Müşahidullah billah, tadfa'u ila zawjiha. Ayol zakatini eriga bas bo'ldi. Yani fakir eriga demakchi. Boyvasi bas bo'lmaydi. Nima Abu Yusuf Muhammad unumabdi unga. Nima uchun? Ya bir hadis kelib qoldi. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam li Zaynab imra'ati ibn Mas'ud radiyallohu anhuma ve qad sa'alathu an at-tasadduq ala zawjiha. Erimga o'sha sadaqani basam bo'lamdi deb so'rgan chaqda, bo'ladi, lekin ajron, sizga ikki hissa ajr bo'ladi. Birinchisi sadaqa berganligini, bu ajr, ikkinchisi sil rahim jihatdan deydi. Qulna Imom Abu Hanifa radhiyallohu anhu yakani bu mazhabninki mu'tamad qarashi bo'yicha sahiban va Shafi'i qartaradasi va mahmulun ala sadaqati tatawwu. Bu farz zakat emasda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tasaddaqna va bihuliyukunna degan bo'g'achqa nafli sadaqa qilgan. Lima bayyana min ittisal al-manafi' baynahuma wa dhalika jaizun 'indahu. Bu tatavvu, nima uchun sadaqat farida deb qaramaymiz desa, chunki buni o'tirda manfaatimda giralishib ketgan. O'yal eriga bersa, o'zi hezbog'andek bo'ldi deb qarag'achqa biz buni sadaqat tatavvuga hamla qilib tushundik deydi. Lekin jumhur bu sadaqat tatavvu emasda, zakat masalasida deb shuningga loyiq ba'zi bir dalillarni keltirdi. Va dalika jaizun 'indahu damir kim qaytadi? Indal imam. Yani sadaqat tatavvu caizdir. Yani eriga basmaydi demakchi. Qulna bu azimiyada Hanefi mazhabga vakillik qilgan qarashni yaqilgan ulamolar ishkelinga qarta bunday emas. Bunda da javob bermizmi? Masaldan uningdan boshqa tuqqanlar cho'ndi. Yuqorida bayon qilgana al-usul wal furu' yoki ayol. Shuni bayon qildi. Uningdan boshqa tuqqanlar cho'lsa, bu yerda bir o'lcham bekitib Aş adamның chiqimi shu adam vacib bo'lgan bo'lsa, bas bo'lmaydi. Bu bir qoida. Asarroq ayirish uchun bir qilit deyli. Manfaat yetgan bo'lib qolsa, bu zakatni to'sab qo'ydi degan bir qoida bor. Unda o'g'inikan nafaqa vacib bo'lmagan tuqqanlik qaysi, bitgan qarindishi, hamshirisi, ammasi, tag'isi va uning boshqaroq tuqqanligiga bas bo'ladi. Yani bu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bir hadisi as-sadaqa alal miskin sadaqa va ala zirrahmi thintan sadaqatun wasila. İkkisi oldu. Mesela biz zakatni bermoqchi. Zakatni bermoqchi bo'lib qarasak, oldimizda yaqin tuqqanlarning ishida usul va furu va zavjdan boshqa yaqin tuqqanlarning ishida kambag'al, muhtoj, qazi bo'lib qolgan odam turg'uliq tutishib tursa uni atlablam ketib, boshqa yerdan adam izlab yurmaymiz. Shu oldimizdagi, atrofimizdagi shu tuqqanlik berish shu avla. Tuqqanlarni qo'shni va desak,
Beqimizni bir xo'shdan taqir turib, buni ba'zi boshqasini taqir izlab yursak bo'lmaydi. O'sha peşimizdeki birimiz. Qala wala ila mukatabihi. Batin mukatabqa işitimiz dedi. Shunama bu boshqalar zakatini boshqa odamning bir mukatibiga berib, uni azat qilish masalasida. Endi hozir shu xo'jayin o'zi mukatib bilan to'xtamlashdi. 5 yilda 10 ming ko'yda 50 ming ko'y menga akab bersan azat dedi. Her yılda 10 ming ko'ydan berib kelayotgan bir mukatib. Bununla bu kishi zakatini bas bulamdi. Bu zakatini berdi, o pulni xo'jayiniga to'laydi, shundan azat bo'ladi. Ashun bas bulamdi deydi. Basi bo'lmaydi. Li'annahu mulkahu min wajhin, yoki malakahu min wajhin sekma to'g'ri chiqdi. Chunki ash mukatabninki igidachiligi shu kishining qo'lida. To'liq bo'lmasa-mu ish qilib, bir qismi shuning qo'lidadir. To'liq ajrab bo'lamadi, azat bo'lmadi. Falam yatahaqqaqul ita'ul mashhur. Undan keyin zakatning shartini aytsa, birisiga alamasini deb bilan mulk qilib berib o'tishdi. Va tu'tuhal fuqara va atu zakat degan shu mulk qilib bergan. Ashunda shart vujudga chiqmagan bo'ldi. Xuddi ma'bul sang badim deb shunda yanchi qilib qo'yg'achida yanchi qilib olgandek. Shun bo'lmaydi dedi. Hamma yerda mushuni chetishlik masalalardan fasik kishiga zakat bas bo'lamdi degan masala. Kitobda kafirni bas bo'lmaydi deydi. Musulmonlarning fasik musulmon, ya'ni asi musulmonda faralgan kishilarga bas bo'lamdi degan masala. Eng oldindan desak, salih diyanatlik kambag'al bo'lib qolsa, bu avla. Fasikdan bu avla. Bu aniq masala. Ikkinchisi, bu fasik şu pulni bergandikilan aroq ichadigan, tamoq ichadigan, tamoq yeydigan, ma'siyat ishlaydigan bo'lib qolsa, uning basi bo'lmaydi. Buni nima bilan bilamiz? G'olibizdan. Ya'ni qo'shimcha musulmonlarga ziyon yetmaydigan bo'lsa. Bu pulni oladi, lekin shu tamoshani qilib, zina, fohisha, aroq, sharab bilan musulmonning ko'z oldida yayrab, Ramazon bo'lsa, ko'z oldida binasini yeb, munda qilgan bo'lsa, musulmonlarga moddiy va ma'naviy ziyon urgan bo'lsa, u bas bo'lmaydi. Lekin unda ahvoli bo'lmasa, zakat basi bo'ladi. Chunki osh fasikdan biz bayolibqa zakat olamiz mumkin. Musulmonlar jamoasi deb olibdi. Undan keyin uni elib yana shundoq qaytirgan. Lekin musulmon emasligida toza bilinmay qolgan, aniq qolmay qolganimcha bizning jutda biz qarasa kommunistdek, biz qarasa musulmondek namoz o'qib qo'yilgan, juma o'qishi mumkin, o'qimasligi mumkin. Ana gap so'zlari qarasa qari kabirdek gap qilayotgan, muamiz shundoq, yana biz qarasa biz musulmon deb turayotgan, bunda adam jiqim. Musulmonning dachiligida shak qilib qolgan bo'lsa, buni bermaymiz. Masalan, juma 5 vaqt namoz o'qimaydigan odam juma o'qiydigan shog'i yoki hech qachon namoz o'qimaydigan odam hayit namoz o'qiydigan shog'i. Endi bu jumani o'qimay, hayit namoz o'qimay, hayit namozini shart o'qisa, mana shunda tamokin chekib turgan bo'lib qolsa, uni bermaymiz. Ammo endi bir vaqt namoz o'qib, musulmonlar ziyon yetmaydigan, aram ishlar sarf qilmaydigan bo'lsa, unga bas bo'l. Lekin shunda adamı taqvodor diyanatli kishi bo'lib qolsa, u avlaroq tasir. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.